Assalomu alaykum akalar. Mana hozir biz 800 kilovatli generatorni avtomatika qilib beryapmiz. Buni o'zlari olishgan. Mana shu to'yxonaga. Mana kabel 240lik. Yertaydan ikkita kabel ketgan. Bolalar ishlashyapti. Bu tomonga aver o'rnatganmiz. O'zbekiston. Shunday keldi. Shoyat bolalar. Ikkita transformator bor. Ikkoviga ikkita aver qo'yib beryapmiz. Ikkalasi отдельный averga tushadi. Bu transformatorga bitta aver qo'yiladi. Bunisiga ikkinchisi. Avtomatika qilib, ikkovini ham ishlaydigan qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Pastda nomerlarimiz bor. Hammalaringizga rahmat. Mana hozir 800 kilovat avtomatika qildik. Mana shu avtoga qo'ydik. Versal to'yxonasi. To'yxona bitdi. Bu yoqqa aver moslaganmiz. O'chirdingizmi? Qo'shish kerak. Mana yurdi, xudo xolasa generatorimiz. Averlarni o'rnatib, yo'q, hozir zavod bo'lib ola qolsin, 1,5 mingga chiqib olsin. 1,5 ming. Hozir qaysi biri o'shdi? Ta'mirchilar. To'p berdi. To'p keldi. Bu averga keldi bu. Ha, averga keldi. Averga keldi. Qaysi liniya o'shdi hozir? Yo'q, yarim liniya o'tdi. Zangi saharga ko'chdi. Shoxon tovuq. Bo'ldi, endi yoqsiz bo'laveradi endi. O'chirishni ham ko'raylik. O'ching endi. Xudo xolasa o'chadi. O'chdi.